Yaxshim tuqqanlar, mushu zopinni 10 qata chiqarsam 10 qata tushiryapti. Shu meni qo'llash yuzsidan meni yoqtirgan tordoshlar, bir tal yurgingdan aymay besib, yulduz besib, alt raqami gullarni yo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Mush filmimni faqatla seyratmay, qo'lingdan ding tutib, bir tal yurgingdan aymay besib, alt raqamini yo'llab, gullarni so'q qilib, mash bir saniga evatib qo'yishni faqat unutib qolmasanglar, xalq foydalanib qolsa. Garchi sizlarda ashundaq kasal bo'lmasa motordoshlar, atrofingizda ashundaq kasal bor bemorligiga evatib qo'ysanglar, sizdan jiq bilmay ketmaydi. Qo'lingizda mandaqlar bir besib uchurini yo'llab qo'ysanglar, shularni ashundaq kasal tatgan bemorlar bir foydalanib qolsin. Chunki o'zim kasal tatganligim uchun bani ba deb, rostni rost deb haqiqiy so'zlab chiqmay tur dunyosiga. Salom tordoshlar, hammangizning ajoyib vaqti guldi güzel bo'lsin. Men bir haqiqiy yurak kasal tatgan bemor tordoshlar. Men nima sababdan qalqansimman bez bo'lganimni mandaq o'ylab tiktakdan tushansam, men bu qalqansimman bez bu qilishdan burun yurakning ikki tal tumurni 2023-yil 1-oyning 10-kuni Apnom rayonida yurakning ikki tal tumurni operatsiya qilib oshqozgan bemor tordoshlar. Men o'zim bir haqiqiy kasal tatib, o'zim bir saqayib, yaxshilangandan keyin anadan keyin sizlarga qaysi mahsulotni ichib yaxshi bo'lganligim to'g'risida izchil hozir qadar tashviq qilib, sizlarga tavsiya qilib kelyapman tordoshlar. Bu bir. Yana birsiga men shu yurakning ikki tal tumurni oshqozgan vaqtimda 87 kilo keldim. Meningki semizligimni butun shu shaya xalqi biladi. Men endi ish qilib yegan ishgandek, so'qsandardek bir cho'kan endi semiz. Lekin meni ko'rgan odam, men 87 kilo kelman desam, sizning nerang 87 kilo keldi deb undaq qilib semizligim bak bilinib ketmaydi. 87 kilo kelgandek tuyg'u bermayman boshqalarga. Ammo deb qarasa 72 kilo kelgandek, 70 kilo kelgandek bo'y turqim shundaq tuyg'u bermay turdoshlar. Endi hozir yurak yaxshi. Men nima sababdan shu qalqansimman bez kasaliga giribtor bo'lib qoldim desanglar, buniki mush kasal bo'lib qolishimning sababini sizlarga deb beray. Men bu kasal bo'lib qolgan sababimni men o'zimni tadqiq qilib ketdim. Nurg'un dorini yedim tordoshlar. Yurakka qarta endi nurg'un mahsulot ichdim. Bakchiq mahsulot ichdim. Mayli Abdukaram Ma'lumning bo'lsin, mayli cheksiz qutub bo'lsin, mayli Amoyning bo'lsin tordoshlar. Mushu bani ba deb hozir qadar tor dunyosiga ashna so'zlab chiqyapman. Qaysi kunsi mushu Urumchiga mangdim degan zopinimni ko'rdinglar, mashinada mushu Urumchiga ketib borman deb. Shuningda yoqima ehra yuzga ovoz so'zlab chiqib olmay qoldim. Malla yetib keldi Shayanaysiga. Men bu sog'lomlikdan siret o'zimning koni kasb bo'lgan. Hozir mush kasbni qilib atqali 10 yil qadam qo'yib qoldi tordoshlar. Men burun mush kasal tatmasdan burun mushna to'ychaylik mashinada butun mush yez qishloqlarga mush dehqon onam dehqon dadamlar bilan mushna kirlik satdim. Ular mening kirligimni og'ini xo'sh ashi jiroq jangalga kirib men satgan xo'sh mushna bir-birimizdan manfaatlanib o'tgan degan bo'ldim. Shunga men ikki xil kasb qilmay tordoshlar. Biri cho'ndan bito kirlik safoya qo'sh mush sataman. Endi birsiga o'zim haqiqiy bir qalqansimman bazda yurakda yaxshi bo'lganligim uchun mush Abdulla Mahmud ustamniki mush Atachi markesidagi sog'lomlik do'konini ochdim dedim. Endi mushu qalqansimman bez kaslimga kelsak, men burun 87 kilo kirdim. Meni mushu tumurimni ichib operatsiya qilgan mas'ul bo'lgan doktor, sen yeshingga nisbatan bak semiz ekansan, mush balamni o'zing baqay desang, cho'qim 20 kilo urug'la. Sening yeshingga nisbatan sen cho'qim 60 kilo atrofida kelsan bo'ladi. Sen mush balamni o'zing baqay desang, 20 kilo urug'lig'in, bo'lmasa yurakka besmak desam, degashga, men bu yurak kasaldan asta-asta endi yaxshi bo'lib, shu xotanga ko'p qatim bordim. Mening ishkinim asosan jo'yicha tordoshlar. Asosan jo'yi cho'g'anlik uchun bu jo'yi endi yegandan keyin tizli ta'sir qilmayotgan, asta-asta manfaat qilgan. Men shu Uyg'ur tibobat olimi, yana mush Abdulla Mahmud ustamniki, mush Atachi markesidagi mush odamning o'zining retseptida ishlab bozorga chiqqan mahsulotini 3-4 xil mahsulotini bir holatda 1 yil 1 oy iste'mol qildim. Bu da xabaringizda bor. Shu mayli yurak qalqansimman butun ishki a'zolarimni tashitdim Shanxayda. Shunday yaxshi chiqdi tordoshlar.